Nasiya savdo yo'l orqali olmoqchi bo'lsa, bizda shartlar ma'qul keladigan klientlarimizga u yo'l orqali ham bitirib chiqazib beraveramiz. Tentovkani o'zingizlar qildinglarmi buni? Xohlaydigan mijozlarga, xohlasa tentli variant, xohlasa izotermo budka variant, har xil variant usulda tayyorlatib beraveramiz. Strixovkasi bilan hozir men sizga 5 yilligini hisob aytyapman. Ya'ni 3 yilga olsa sug'urtasi 3 yillik sug'urta qilinadi, kamayadi. Bu summa bo'lmaydi. 5 kishi mashinaga minasizlar, orqasida qurol aslahanglar ketaveradi bemalol. 25% bilan chiqarsa bo'ladi. Bitta pasport evaziga ish haqi, kafillarsiz. Zavodskoy zavoddan gazi bilan chiqadi. 50 million so'm puli bilan bozorga yuk tashiydigan mashina olgani chiqqan akalar, diqqat qilinglar, sizlar uchun 50 million pulinglar bo'lsa, pulinglar ortmay qoladigan variantlari bor. Men bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridaman. Assalomu alaykum, Mega Dunyo kanali qadrli obunachilar. Kelgan joyimni ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Oneda Osiyo bozori. Bu yo'g'i Qarshi shahardan kelish yo'l bo'yida Sardor ukamiz Shinrey salonini ochgan. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Sog'liqlar yaxshimi? Charchamasdan. Ukam yangiliklar bor aka, bitta ko'rsataylik, ma'lumotlar tanishtiraylik dedi. O'shanga sizlarga bitta video qilaylik dedim. Qaranglar, mashinalar terib qo'yganini bu yoqda, mana bu yoqda hali yo'ldagilari ham bor, treylerda kelib turganlari bor. Bilasizlar, Shinrey T30, T32 shunga o'xshagan modellarni doim ko'rsatamiz. Ukam sotadi. Gazligi bor, benzinligi bor. Shularni bitta ko'rsataylik. T32 bor, T32 ni gazlisi bor, bez gazi bor, benzinligi bor. Shularni ma'lumotlarini hozir 48 million 500 ming dedingizmi? Albatta. Qaysi ma'lumotni aytdingizmi? Shinrey T30 modeli. Shinrey T30 benzinli varianti 48 million 500 ming so'm pulinglar bo'lsa, olib chiqib ketishinglar mumkin ekan. 5 yillik. Bu Shinrey T30 yangilandi modeli, to'g'rimi? Yangilangan model, eng oxirgi model. Stalin pozitsiyasi. Eskisi emas. Bitta motor, korobka imkoniyatlarini ayting, keyin ma'lumotlarni berib ketamiz. Bu modelimizda motor qismiga keladigan bo'lsak, грубый объем, sepli motor. Sepli motor. Albatta, 4 silindrli injektor motor. 4 silindrli. 115 ta ot kuchi. 115 ta ot kuchi. ABS, konditsioner, center zamok, задний kamera, monitor, hamma narsasi bor. Wow. Bortchi Sardor. Bort o'lchamiga keladigan bo'lsak, uzunligi 3.15 ga, eni 172 sm bo'ladi. Ichi 3.15 bo'ladimi? Albatta. Ichini agar ichki chesti razmerini o'lchaydigan bo'lsak, 3.5 sm ga 1.62 sm qoladi chesti. Ichini o'zini o'lchamini aytdik o'rtoqlar. Resorda bo'ladi. Bilmaganlar uchun ko'rsatyapman. Biladiganlar bilaman. Sizlar buni ko'p videolarni ko'rdinglar. Bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapmiz. Qarang, endi Sardor buni 48 million 500 bilan olib chiqib ketish mumkin. Albatta. Tan narxi naqd pulga olaman deganga qanchaga beramiz buni? Bu modelimiz tan narxini hozirgi kunda 163 million 125 ming so'm chiqadi. Ya'ni benzinli varianti. Naqshtirsan edi, olib chiqib ketaveradi. Xuddi shunaqa bir kunda. Endi u 48 million 500 lik variant qanaqa u? Bu через bank orqali avtokredit. Avtokredit deng. Xuddi shunaqa. Buni avtokreditga hozir 48 million 500 puldan tashqari sug'urta qilish kerak, to'g'rimi? Bir narsalar qilish kerakmi? O'sha summani ichida. Hamma narsasi ichida. Ichida. Boshqa surrat qilmaydi. Mijozimizdan bittaga qiladigan ish qoladi. O'zi nomer taqsa bo'ladi. Nomer texpasport olib olasizlar. Tabga qarab yo propan, metanni o'zingizlar qo'ydiraman desanglar, mana benzinli varianti. Yo'q. Men gazligini olmoqchiman deganlarga bu tomonda gazliklarni terib qo'yishgan. Gazli variantlari. Buni Nasiya savdoga ham chiqarsak bo'ladimi? Albatta, Nasiya savdoga ham chiqarsak bo'ladi. Nasiya savdoga agar ma'lumoti kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashsa, ma'lumotini beramiz. Nasiya savdoda, lekin narxida ozgina o'zgarish bo'ladi. Nasiya savdoga foyda qo'shiladi. Ya'ni ozroq summasida o'zgarish bo'ladi. Summasida o'zgarishlar bo'ladi. Xo'p, men T30 da gazligini olmoqchiman deganlar uchun mana gazligini bu yoqqa terib tashashgan. Zavodskoy zavoddan gazi bilan chiqadi. Knopkalari ham gazlari bor. Hattoki shu bilan bir xil prosta gaz o'rnatilgan. Buni qanaqa qilib olsak bo'ladi? Tablo, metan datchiklari ko'rsatadiganlar hammasi zavodskiy holatda bo'ladi bulardagi. Tablosida datchiklari ko'rsatadi. Albatta. Eng asosiysi bu mashinalar o'zimiz O'zbekistonda yig'ilyapti. Xuddi shunaqa. Asaka Motorsda yig'ilyapti, to'rtala. Chiqarib berilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, metalligini qanchaga olamiz?
Metalli variantimizda agar naqd shaklda bo'ladigan bo'lsa, 173 million 125 ming so'm chiqarib beramiz. Agarda kredit yo'li orqali olmoqchi bo'lsa, kreditga ham chiqarib beraveramiz. Hop, 5 yil muddatga, xohlaganlarga 4 yil, xohlaganlarga 3 yil. xohlaganlarga 1 yil. Puli ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilib telefon orqali chiqsa, bemalol hisoblab, puliga qarab ham hisoblab chiqarib beramiz. Eng kam to'lovi 25% bilan chiqarsa bo'ladi. Bitta pasport evaziga ish haqi, kafillarsiz. Xudo xolasa kelsa, ertalab kelsa, abitgacha, abitga keladigan klientlarni abitdan keyingacha chiqarib beramiz. Xudo xolasa. Xuddi shunday. Qarang, qancha puli bilan kelishsin gazli? Agar zavodga gazlisini olmoqchi bo'lsa, grubo 51 million atrof to'lov bo'ladi. 51 million. Sug'urtasi 5 yillik straxovkasi bor. Hozir men sizga 5 yilligini hisoblab aytyapman. Ya'ni 3 yilga olsa sug'urtasi 3 yillik sug'urta qilinadi, kamayadi. Bu summa bo'lmaydi. O'zgarish bo'ladi. 5 yilligini hisoblab aytyapman. Tushunarli. Qarang. Hop, gazligini olyapti, kreditga olyapti. Boshlang'ich to'lov siz aytgandek o'sha 51 million atrofida pul bilan keldi, oldi. Oyiga qanchadan chiqadi? Endi 5 yillik grafik bo'yicha olinadigan bo'lsa 3 million 879 ming so'mdan chiqadi. 3 million 879 ming. Bu mashinalarga pulni topish ishlasa emas. Albatta, yaxshi ishlasa, astoydil ishlasa, kunlik daromadi oddiy kunlik chiqadigan akalarimiz ham kelib turadi, klientlarimiz. O'rtacha 400 ming, ishlaydiganlari 500 ming. Har xil vaziyatda ishlaydi. Zo'r ishlaydigani $100 ham ishlab qo'yaveradi. Ishlab qo'yaveradi. Bu hali ilgaridan shu ish bilan shug'ullanib yurgan akalarga vashcha oson, ha? Albatta. Endi Shinre T30 emas, T32 bunaqa dubl kabinaligidan olaman degan akalarimiz uchun marhamat, ko'ringlar. Mana dubl kabinali, oilaviy, dehqonchilikka, fermer akalarimiz, cho'pon akalarimiz, bog'i bor akalarimiz, qurilishda ishlaydigan misolali brigadasi bor, 5 kishi bo'lib brigada qilib uy quradigan yo boshqa ustachilik bilan shug'ullanadigan akalar uchun ham yaxshi variant. 5 kishi mashinaga minasizlar, orqasida qurol aslahanglar ketaveradi bemalol. Bortning uzunligi nechi? Bu modelimiz bort o'lchamiga keladigan bo'lsak 260 ga 172 sm hisoblanadi. Agar ichki o'lcham chesta yukxonaning o'zi qoladigan bo'lsa 250 ga 162 sm qoladi chesta. Tushunarli. Qarang. Bu qancha yuk ko'tara oladi? Realni ortadigan bo'lsak 1,5 tonnadan 1 tonna 700 kg-gacha ortsa bo'ladi. Mana T30 gachi. T30 modelimizga realniga klientlar hozirgi kunda ortib yurgan klientlarimiz o'zi 2 tonna 200 gacha yuklayapti. 2 tonna 200 ham yuklayapti. Albatta. Gap yo'q. Bemalol shu yukni ko'tarib harakatlanib beradi. Gap yo'q. Sizlarga bitta salonni ko'rsatib qo'yay, mana qaranglar. O'rindiqlari koja bo'ladi, T30niki ham, T32niki ham mana ko'ryapsizlar, perforatsiyali. Rullari elektronli bo'ladi. Monitori bo'ladi, manaqa. Zadniy kamera. Bunda klip ham ko'raverar ekansizlar, o'rtoqlar. Konditsioner bor, rulli elektronli, ABS bor. Ikkinchi qatorni ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Kengligini mana, kenggina. Bu yerda 3 kishi emas, 5 kishi ham ketaveradi. Sig'ishib ketadi bemalol. Biz o'zbek xalqimiz sig'ishib ketaveramiz. Biz ham yurganmiz bitta tikoga 7 kishi sig'adi. Albatta. Ha, bunga nima? Undan ham ko'p ham sig'averadi. Motori bir xil, hadovi bir xil. Hadovi chaslar. Hamma yog'i bir xil, korobka bir xil. T30, T32. Prosta bu dubl kabina. Dubl kabina. Buni qancha narxi? Bu modelimizda bunda ham gazli, gazsiz ajraydi, to'g'rimi? 2 xil variantida bor. Bularda ham zavodskiy gazli hamda benzinli varianti. Benzinli variantiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi narxi 172 million 500 ming so'm. Bu modelimizni ham boshlang'ich to'lov eng kam 25% bilan xohlaganlarga 3 yil, xohlaganlarga 4 yil, 5 yil, eng uzog'ida 5 yilgacha avtokredit qilib chiqarib beraveramiz. Agarda nasiya savdo yo'li orqali olmoqchi bo'lsa, bizda shartlar ma'qul keladigan klientlarimizga u yo'l orqali ham bitirib chiqarib beraveramiz. Endi nasiya savdo sizlar o'zingiz salonni o'zi bilan kelishiladimi yo bank orqalimi bu? Salonni o'zi bilan kelishiladi. Salonni o'zi bilan ham kelishsa bo'ladi. To'lovlar bank orqali o'tkaziladi, shartnomaga hamma hujjatlar bank orqali bitkazilib, keyin o'sha salonni olib chiqib ketaveriladi. Tushunarli. Eng kamida qancha pul bilan chiqib ketadi bu? Agarda avtokredit yo'li orqali olmoqchi bo'lsa, boshlang'ich to'lov 5 yillik grafik bo'yicha grup 51 million atrof kerak bo'ladi. 51 million pul bilan bez gaz, benzinligini olib ketadi. Albatta. Gazligini xohlaganlargachi. Gazli variantini xohlaydigan klientlarimizga tan narxi 183 million 125 ming so'm chiqadi. Boshlang'ich 25% bilan 5 yillik grafik hisobi bo'yicha
54 milliondan nari beri summa kerak. 55 million pul bilan kelsa chiqib ketadi. Bemalol. Oyiga qanchadan chiqadi endi? Gazli varianti 4 million 100 dan chiqadi. 5 yilga. Benzinligichi. Benzinli variantiga keladigan bo'lsak, tak 3 million 865 ming so'mdan chiqadi. Oyiga. Albatta. Qarang, mana tentovkani o'zingizlar qildinglarmi buni? Xohlaydigan mijozlarga, xohlasa tentli variant, xohlasa izotermo budka variant, har xil variant usulda tayyorlatib beraveramiz. Ha. Olib turib yana g'alva qilib yurmayman deganlarga tayyorini ham qilib beraveramiz, ha? Albatta. Tayyorlatib, zakaz orqali tayyorlattirib, tayyor holatda chiqarib beraveramiz. gap yo'q. Endi kafolati qanaqa bo'ladi bular? Bu modellarimizning hozirgi kunda kafolati 3 yil yoki 60 ming probeggacha berilgan. Ilgari 2 yil yoki 40 ming bo'lardi. Albatta. Hozir 3 yil yoki 60 ming mingga probeggacha kafolat kafolat bor. oshirildi. Endi o'zimizda chiqyapti-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ya'ni ehtiyot qismchi bu zapchastlar. Zapchastlarda muammo yo'q, zapchastlari bor hozir. Topsa bo'ladimi? Topsa bo'ladi bemalol. Ya'ni choy kutib o'tirmaymiz. Yo'q. Xohlagan zapchasini topib beraveramiz. Mana indomarkalarnikiga o'xshab falon pul bo'lmaydimi? Bitta Yo'q. zapchasi 50 dollar, 100 dollar qilib, Yo'q, xudo xolasa unaqa emas. zapchasi turiga qarab narx Xuddi chiqadi. shunaqa. Narxi zahar emas, xudo xohlasa. Zahar emas. Buni ham nasiya savdoga olib chiqsanglar bo'ladi, naqd pulga olib chiqsanglar bo'ladi, pul o'tkazish yo'li bilan. Perchilini yo'li hamma yo'li bor, xudo xolasa. Imkoniyat bor. Ekranda nomer turibdi, o'rtoqlar. Biz aytmagan ma'lumotini bilmoqchi bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, Sardor o'zi javoblarni beradi, hamma ma'lumotini beradi. Bu ham bir xil resor. Bu gazlik variant ekan, mana bu yerda zapravkasi metan mana bu yerga o'rnatilgan. Xohlasanglar propan ham o'rnatib beraveradi bular. Albatta, benzinli variantiga propan ham qo'ydirtirib, tayyor qilib garantiya bilan chiqartirib beraveramiz. Hali propan o'rnatib garantiyada qoladi unda ham. Albatta. Shunaqa varianti ham bor. Gap yo'q. Shunaqa variantlar ham bor. Zo'r. O'rtoqlar, sizlarni yana bir bor eslatib o'tib ketaman. Bu yog'i Osiyo bozori. Bu yog'i Qarshi shaharning ichidan Osiyo bozoriga yurishingiz, Osiyo bozoriga yetmasdan Ravon servisi yonida, biqinida joylashgan Shinrey salonda kutib qolamiz. Qarshiliklar bormi? Ko'rsataylik. Nafaqat Qarshilik. Xo'p, Surxondaryo, Navoiy, Samarqandga ham yaqin. Albatta. Toshkentga borib o'tirish shart emas, shu yerda ish bitadi. Gap yo'q. Sardor, kattakon rahmat, salomat bo'ling, charchamang. O'rtoqlar, shu bilan videoroligimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Qolgan ma'lumotlarni Sardor o'zi beradi.